Aytinosan, endi ssenariy yozaman degan paytda mana qalam yuqmayapti. Yuqa qolsang-chi, qalam leyin men uchib boru. Voy, shunaqada o'zi endi ishni yakunlayman degan paytingda shunaqa o'zi bitta muammo bo'ladi. Yo, assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yaraman. Chekrif mana yana videolarimga xush kelibsiz. Savollar qo'llash kerak hozirman. Mana bu yerda o'tirib olib bola mana rasm chizib, qanaqa rasm bola ssenariy yozmoqchi edim, lekin mana qalam yuqmayapti bola, uchib bor lekin yuqmayapti. Do'stlar, so'rayda qalaysiz albatta bola videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sabab men bola tezroq hamma 1000 ta ochiq obunachani tutib tashlashim kerak. Taqna qolsa hozir men ardanga bilasizlar, o'z ishimdan chiqishim kerak. Mana bu kitobchon qataga qoldi hamma ahamiyatli emas, biz ham ishimiz ahamiyatli, har doim kerak bilasizlar bola. Nuslarni so'raganda qalaysiz albatta bola. Har doim kerak bilasizlar. Meni bola videolarni juda ham ko'p qo'yaman. O'shaning uchun albatta meni poddershka qilish kerak. O'shaning uchun bola albatta bitta like-ni ayamasdan bosib o'tinglar. Unaqa bo'lsa, yana kripni ham chiqdi, menimcha krip bo'lsa kerak. Deb bo'ladi menimcha. Maqimda gapirishyaptimi? Stop. Bu tankmi? What the? Abi nima bo'la? Bizning qishloq nima bo'la? Shunchalik ana uni aeroport, parkov qiladigan joyga o'xshaydi nima bo'la? Hamma balo kelsa ham parkovga bizning qishloqni qo'yadi. Nima kelsa ham bizning qishloqga. Tank, vertolyot olib kelsa ham bizning qishloqga. Nima bizning qishloq shunchalik nima parkovga qo'yadigan joyga o'xshaydimi? Nima yoki yozib qo'yishganmi? Bilmadim, bola. Merni o'zi ham ruxsat beraveradi. Mana olib kelishga, lekin tank bo'la, lekin buni kim olib kelgan bo'lishi mumkin bo'la. Unaqa hozir bo'la mana bularni ishga qo'yib kelay, hammasini cho'tki qilamsa bo'la. Mana ona mashina ham joyida turibdi, qaranglar. Mashina sotib olganman, kamera bo'la. Va shu cho'tki qimmat to'g'on mashina, shuning uchun unaqa hozir bu mashina juda ham yaxshi ko'raman bo'laman. Lekin BMW ga yetmaydi, lekin bo'la BMW hozircha yo'q, sababi BMW juda ham qimmat turadi. Unaqa hozir mana bu yerga open solib ketay va hozir boramiz nima bo'layotganiga hammasiga oydinlik, oyomonlik, hammasiga cho'tkilik kiritamiz. Assalomu alaykum qishloqlar va assalomu alaykum Xorbiy. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz brat? Yaxshisiz qalay? Yaxshi. Bu yerda nima qilyapsiz? Tankni olib ketibsiz. Menimcha mana tank sizni kelsa kerak. Bizdaniki. Xo'sh, bu nimaga ketibsiz qishloqqa? Qishloqqami? Nima? Nima chiqib joy ekansiz siz? Bo'ldi, brat, bo'ldi. Peshanasidan bitta olib, qale, seryoz ekansiz. Xo'sh, mana tank nima olib keldingiz? Xullas kelam, bizdan bu qishloq bizga bitta missiya berilgan va biz bu missiya bo'yicha qishloqdagi, sizlarning 10-qishloqlardagi hammani biz bugun testdan o'tkazishimiz kerak. Nima test nima, sizlarni cho'qinglar bormi? Qanaqasiga bizdan testdan o'tkazasizlar? Xullas mana tankni bitta qishloqni bo'ylab aylantirib olib kelsangiz bo'ldi. Tankni men lekin tank boshqarishni bilmayman. Shunda agarda kimda kim buni haydab testdan o'ta olmasa, juda ham ko'p jarima to'lanadi. Tushunali yigitlar, nimaga sana qop qo'yinglar? Mana u basharlar qop qo'ygan o'xshayapti. Kirib biz mana bu testdan o'ta olmadik, endi jarima to'laymiz. Battar bo'linglar. Men uni hozir bir o'zim o'tib beraman bundan. Tak o'zi agarda o'tsa nima bo'ladi? O'tsa mana sandiqdagi sovg'alarni sizga topshiramiz. Mana ochib ko'rsam bo'ladimi? Yo, endi keyinroq ochingda buni. Xo'p, brat. Minecraftga nima bo'ladi? Mana bu ana u taraflarni ko'rsatmayapti. Bugun Minecraftda juda ham zo'r yangilik bo'ladi deb eshitdim. Ya'ni Minecraftda ozgina buglar bo'lar ekan, shunga ko'rmayapti. Menda ham shunaqa bo'lyapti. Lekin qaranglar, bo'la ana u taraflar ko'rmayapti. Chang kamayib ketganmi? Mana hozir brat, mana buni o'tirib haydashni boslasam bo'ladimi? Va eng birinchi buni siz zafarab qilishingiz kerak. Zafarab qilishni bilasizmi o'zi? Yo'q, boshqasi bilmasa qattiq zafarab qilishni bilaman. Lekin taslim bo'lganingiz ham yaxshiroqda. Yo'q, qanaqa taslim bo'lish? Bo'la sizlar uchun men taslim bo'lmasini oxirigacha boraman. Shartlar kanalga obuna bo'linglar, iltimos bo'ldi. Просто shu narsa video bu like bosmasalar ham mayli bo'ldi. Hatto obuna bo'linglar, axir bo'ldi. Bizlar ham 10 ming ta obunachga erishdik. Bo'ldi, axir boshlardan nimamiz ham to'g'rimi? Mana hozir endi bo'ldi buni menimcha zafarab qilishimiz kerak. Tak mana sandiqni ochib ko'rsa, bu yerda mana bunaqa bo'ldi. Nima bor ekan? Mana nomi nima edi buni bo'ldi? Zaprab qo'yadigan qo'llar kelin bo'ladi, shunaqa gaplar desa ham bo'ladi. Taqana uni hozir bu yerdan zaprabga, ya'ni benzin olamiz va bunga benzinni quyamiz. Qana qayerga qo'yadi buni? Biroq qayerga qo'yadi? O'zingizga yordamlashib boring. Yo'q, xullas biz sizga yordam bera olmaymiz. Kibiragan surat. Endi bizga shunaqa topshiriq berilganda, mayli barat, hozir mana bu yerlarga hamma yerga quyib qo'yinglarchi, bosib qo'ramiz va qana oppa. Uy bo'l.
bola mana quyildi dadi. Bo'ldi bola, necha chatga bola. Endi bola mana bu zapravkani ham quyib oldik. Qoyil badan chatga yozuv chiqdi. Da mana yozuv chiqdi bola. Voy, Minecraft qo'yapti. Yozuv chiqdi. Zapravka to'ldirdingiz. Birinchi bosqichdan o'tdingiz. Endi bu tank bilan butun qishloqni bitta aylanib chiqsangiz bo'ldi. Hop, brat, hop. Endi bu yerga o'tirishni o'zi katta problem bo'lsa kerak ekan. Bola mana bu yerdan ozgina blok olib oling. Ya'ni ustiga minishga sabab bunga mana bo'yim yetmaydi. Shuning uchun tak oppana. Tak aytgan javobimda sizlarga bitta iltimos bor. Keladi bola, kommentariyaga yozib, videoni soat nechida ko'ryapsizlar? Masalan, bola hozirda soat necha bo'ldi? Soat bola 1 bo'ldi. Soat 1. Nu bola sizlarda hozir soat necha? Albatta o'shani kommentariyaga yozib qo'yinglar. Nu bola masalan juda ham xursand bo'lardim. Masalan, mana nechida ko'rsatishadi? O'sha menga juda ham qiziqdi. Unaqa qolsa qani oppa o'tiramiz. Voy bola, zavod oldirdik. Qoyil birdan, vashi cho'tga ekansiz. Da, rahmat. Zavod ham oldira oldingiz-a? Da, mana uni tepasini qanaqa yopadi endi buni? Bola qanaqa yopadi? Yopila qolsa-chi. Qani amaliy o'zi yopilar balkim. Unaqa qolsa bola qani endi sekin oldinga voy bola yuryapti bu. Bola o'zgina tank boshqarishni o'zgina bilaman, sabab o'zgina o'yinlarda o'ynaganman. Unaqa qolsa voy bunaqa bo'lsa ko'rmas ekan bola. Unaqa qolsa sekin mana bu yerdan butun quloqni bitta aylanib chiqsa bo'ldi dedi. Bilmayman qanaqa hisobga bo'lib, voy lekin tank boshqarish menga yo'q qoldi, qaranglar. Gigant bo'lib, вообще. Siplarni aylanib o'tgan jo's menga yo'qdi bu tank. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Eng muhim bola, videoga urib olmasak, "Kiri, mana tankni haydayapsanmi?" Da, "Biz haydolmayapmiz qanaqasiga?" Aslan aql beraman, dema. Unaqa qanaqa sizga mana agrotlarni ustidan bosib ketamiz. "Voy, ahmoq!" Mayli bola, necha noqoz endi mana bu yerdan ozgina ana bu yerga parkka qo'yib qo'ysa bo'ldi bola. O'zi biza bir marta qishloqni aylanib o'tdik moshdan. Turishiga qaraylar bola. Noqoz mana bu yerga sekin mana buni parkka qilib qo'ysak, voy sekin. Mana bu yerga hoppa, ko'rshvalakni bizdan qishloqda barobarmi? Brat bo'ldi. Ko'rdingizmi? Bittada. Ko'rdingizmi? Bittada buni aylanib chiqoldim. Voy brat, vashi chatga qo'yilman. Ha, qolasiz yana bitta aylanib o'taman. Menga yo'q qoldi tursa. Yo'q, bo'l chatmas ekan, boshqalarga o'rnatish kerak-da. Xo'p, Abdushi rahmat. Unda qolsa, qani men ochib ko'rsam bo'ladi? Ochib ko'rsangiz bo'ladi. Voy, bo'l qaranglar, shuncha puli. Buni hammasi mengami? Yo'q, faqatgina bu yerda 3 ta qolib qoladi. 3 stak pul olishingizga bitta stak olsangiz bo'ladi. Rahmat, brat. Unda qolsa, hozir 1 stakni olamiz. Va bola 1 stak mana. Voy, bola qaranglar, shuncha pul bola mana qo'limga olaman bola. Yey, bola shuncha pul qaranglar. Tak unaqa qolsa endi bola bizlar bola bola tak unaqa qolsa bratan men sizga Abdush rahmat akam ozgina o'zingizni tiklab olsangiz bo'lardi. Endi menimcha normal yoshga kelganingiz kerak. Da ozgina detskilik qilyapsiz-da. Detski emas, просто YouTube'da video olish uchun nimasi bo'ladi? Ozgina detskilik qilib turish kerak-da. Ko'p videolasizmi? Da omda sizga aytadigan bitta gapim bor. Xo'p, aytingchi. Kanalga obuna bo'lish va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Voy brat, Abdush krasavchik. Arzimaydi. Rahmat brat, uni qol sizga. Xo'p, mayli. Bo'ldi. Yo, birinchi g'olib bo'ldik, biza bo'ldi. Yo, qaranglar mana bo'ldi, bizga 1 stak pul berdi. 1. Qanaqasi 1 bo'ldi. 1 stak bo'ldi, qaranglar. Shu cho'tkin bola. Lekin bola mana mashinam qaranglar. Krasavchik bo'ldi. Просто Chevrolet Camaro bola. Qaranglar, o'zimizga buni minib ko'rsaman. Qani eshiklar ochamiz va bola mana bunday turib, bu yerdan fabrotniklarni yoqib bo'lmasligiga ko'rsataman, qaranglar. Voy, bola mazzami qaranglar, mazzami. Uni qolsa o'z bola gazni o'samiz qaranglar. Ketdi, bola qochlar yo'ldan kirib kelyapti. Qochdi va mana. Uni qolsa o'z bola mana bu yerdan polni qishloqni bu bilan aylanib chiqamiz. Davay bola qaranglar. Qishloqlarni yonsa bo'ladi. Pyong. Voy, bola qaranglar, cho'tki. Uni qolsa bola просто orqasiga qaranglar sizlar. Вообще tema bola, tema. Saloni ham cho'tki buni. Tushmadim. Bo'ldi bola. Tak noqoz oz bola bu bilan men endi butun qishloqni bitta aylanib chiqmoqchiman. Qishloqga maqtanib, "Voy, kirib, kamerani qayerdan olding?" Asta, sizlarda yo'q narsa, menda ko'p. Bola qaranglar, ishlarga bitta maqtab qo'yamiz-da bola. Bu gap bilan men maqtanchoq deb tashamanglar, просто bola sizlar uchun biz ham maqtanyapmiz bola. Ishlarga biz ham maqtanyapmiz-da. Tak noqolsa, mana qo'yib ketamiz va ishlarni yopib bo'ldi. Все. Ay, brat, qayerga ketyapsiz? To'xta. Qayerga nonsofsiz, men sal sotib olganman, tur shu yerda. Tur. Voy, endi qilib qoldimmi?
Ha bo'ldi bola. Все, chotki turdi. Endi esa bola qani bo'ldi. Davayda jitalarni bitta basharasini ko'ramizmi? Oppana. Va jitalar nima bo'ldi? Ya Kresa nima bola boyib ketyapsanmi? Tankni ham haydading. Mashinani ham bitta oilam chiqdimi? Ha endi sizlarni bu darajaga yetishlar uchun ancha bor jitalar. Lekin Krev yomon hayron qoldirding. Ha, hayron qoldiraman-da jitalar. Bratan, mayli qolsa sizga sog' bo'ling brat, lekin mana tankingizga вообще gap yo'q bo'ldi. Qaranglar, shu yerdan bitta edit qilib olsa bo'ladi. Mana uni qilasizlar. Voy bola, qaranglar hozir. Ting 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 bo'ladi. Chutkim bo'ladi. Все. Tak uni qolsa oppana qilamiz va bo'ldi. Voy bola, lekin tankni va mana pulemyotlar otadimi buni? Yo, bu pulemyotlar soxta. Soxta bo'lsa nima qo'yib qo'yasizlar? Men просто odamga yozgan energiya beradi. Tushunarli, mayli uni qolsa brat charchamay. Hozir 4-marta aytdingiz brat. Mayli, jitalar, men charchamayman. Hozir mayli charchamay. Xo'p, nima demoqchi edi bu? Bilmadim bola. Bir nima demoqchi edi jital, lekin deya olmay qoldi shu gapni. Mayli uni qolsa endi mana bu yerga pullarimizni so'qib qo'yamiz, qaranglar bola. Menda shuncha pul bor endi. Uni qolsa bunga nima sotib olamiz bola? Mashina sotib olamiz deb. Bola boshqa nima qilamiz? Bola ketdi endi mashina salonga. Soat necha bo'ldi? Soat 5 bo'libdi bola. Necha? Kechgacha ham kelaman bola. Katta bola, men o'z mashinamizga o'tiramiz va bola mashina salonga bormoqchiman. Tak ana o'tiramiz va bola endi mashina salonga ketdi bola. Tak ana gazini bos Krev.